Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabin aka-ukalar. Bizlarning bir obunachimiz, akamiz Ishtixondan Halqobod degan joydan kelibdilar. 2021-yil damasini bosh to'loviga $100 bosh to'lov bilan chiqarib beramiz degan damasimizni mana shu Jasur akamizga nasib qildi. To'g'rimi Jasur aka? To'g'ri. Yaxshi kunga mening, baraka toping. Xo'p, omon bo'ling. Hurmatli obunachilar, endi bu mashinalarimizning orasidan bitta, ikkita, uchtasi mana shunday arzon pul bilan chiqarib beryapmiz-da. To'g'rirog'ini aytganda mana bizlar kim uchundir, misol uchun mana shu Jasur aka uchun rostdan savdo qilyapmiz. Birov kelib ko'ryapti, qani u $100lik mashina desak, baraka bo'lgan, bankka olib borgan bizlar desak, bir xillar ishonmaydi. Misol uchun rostga qolganlarga yolg'onday bo'lyapti. To'rt tushunasizlar degan umidda bizlar. Jasur aka, meni baraka toping. Sizga oylik to'lov qanchadan chiqdi? 2.500 dan. 2.500 dan. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Boshqa mashinalarimiz ham bor, barchangizni kutib qolamiz. Hurmatli obunachilar, shu haftaga bir 4 ta mashinalarimiz sotildi. Yana bitta zo'ridan bor $100 bosh to'lov bilan ana shuni chiqarib beramiz. Xudo xolasa kelsanglar agar, manzilimiz Samarqand shahar, ana shu Sagdiana yangi yo'lda shu savdolarimiz bo'lib o'tyapti. Bo'lmasa savdomizga kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar, hurmatli obunachilar.